Bismillah, alhamdulillah, vaqta. Assalatu wassalamu ala man la nabiyina ba'da. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi siz bilan suhbatimiz ko'pchiligingiz Instagram, TikTokda lichkalarda so'ragan mavzu, ya'ni o'shani men gapirish xohlamagan edim, chunki bu yerda katta bir hikmat bo'lgan sababidan o'sha narsani gapirish xohlamagandim. Chunki bilamanki negativlar sразу negativni kommentariy yozish yoki masxara qilish bor. Qo'lli aytadiki, sen kimsan? O'zingga bunaqa avliyo tutyapsanmi yoki senga vahiy keldimi deyish masxara qilishni xohlamagan sababdan shu narsa aytmagandim. Ko'pchiligingiz so'raganligi sababli aytishga majburman. Xullas, qanday qilib men kofirlar qo'liga tushib qoldim. O'sha narsada bir narsa aytamanki, Alloh taolo bildirib qo'yar ekan. Kofirlarga qo'lga tushib qolishdan bir oy oldin, xullas biz ilib berdik. Tush ko'rdim, tushimda shu men kofirlar qo'liga asir tushib qoldim. Yonimda bitta birodarim shahid bo'ldi. Bu bitta birodarim esa zaxmiy bo'lib qoldi, yaralanib qoldi. Qo'rqib ketdim, turgandan keyin bir narsa bo'ladi deb qalbimda kelaverdi tinmay. Xullas uydagilarga tayyorgarlik ko'rib, hamma narsani tayyorlab qo'yganman. Qo'mondonlardan xabar keldi, bir oydan keyin ular aytdiki, shanba kuni inshaalloh robotga chiqasizlar dedi. Robot degani kofirlar va musulmonlar o'rtasidagi chegara bo'ladi. O'shaga chiqasiz dedi. Bo'ldi dedim. O'sha paytda meni davolanaqa edi, dam olish kunim edi. Lekin odam yetishmagan sababli do'stim, yaqin do'stim Yusuf degan birodarim Abdorib aytdiki, men bilan chiqib kelasanmi? Odam yetmayapti. Agarda nima qilsa men bilan chiqsang, keyingi robotda ikkalamiz davolanamiz degandi. Bo'ldi dedim. U buni ayol bilan uydagilarda polni nima qildik? Idlibdan tashqariga ko'chirdik. Sababi kofirlar Idlibga yaqinlashmagandi. O'sha sababli yaqinlashmagan sababli biz hamma uydagilarga ko'chirib ketdik. Shundan keyin xullas Abduvali bor edi, Alloh naqsin, shahodatni qabul qilsin. Biz bilan ketadigan bo'ldi. Ularni oldikda juma kuni xullas Idlibga yetib keldik. Idlibdan keyin shanba kuni xullas robotga bordik. Bir kun muvozara turasiz va ertasi kuni robotga ketasiz. Muvozara degani robot chegani orqa tarafda kutib turasiz va almashtirish bo'ladi, shuni almashasiz. Ular shanba kuni kirdik. Robotga kirdik, bolalarni almashtirdik o'sha ertalabdan. Bilmayman, qalbim bir narsa bo'layotganini, bir narsa bo'lishini his qilyapti-da. Shunda Yusuf degan birodarim aytdiki, Muhammad Yusuf, siz orqaga chiqing, borib go'sht yoki bir narsalar olib keling, ovqat qilamiz dedi. Bo'ldi dedim, inshaalloh men dedim, bitta birodar Mujohid degan birodarim, men Alloh naqsin, shahodatni qabul qilsin. Shunday motorda oldikda, orqaga bir 80 kilometr orqaga yurib ketdik. Borib narsalarni oldik, hamma narsani oldik. Olgandan keyin o'sha asrda yo'lda o'qidik. Shomga yaqin o'sha maqorga borib qolgan paytimizda birodarlar, almashgan birodarlar turgan ekan. Nima bo'ldi desam, sizlar qachon chiqdinglar deyapti. Biz anaqa dedik, peshinni oldin chiqib ketgandik. Tekshiraymi desak, xullas kofirlar shu yo'lda yomon uryapti. Kirib chiqishni yo'q qo'ydi dedi. O'sha paytda hayolimga keldi bir narsa. Birodarlar nima bo'ldi ekan deb. Na qurolni oldim, na ratsiyani oldimda benzinni qo'yib motorga yana yukirga qaytib ketdik, robot qilib ketdik. Haqiqatan yo'l tanib bo'lmaydigan, ertalab chiqqan yo'l kechga tanib bo'lmaydigan darajaga ketgan. Yerlarda urib olgan, uylar buzib tashlagan samolyotda og'ir qurollar bilan ancha nima qilgan. Gapimga Alloh naqsin, birodar tinch bo'lsin dedim. Kirdi, xullas kirdi, birodarlar kirib ketdi. Bir amalab kirdik, qarasak, haqiqatan birodarlar rasmga, videoga olgan. Orqa tarafda urgan, lekin biz tarafda urmagan. Ha dedim, Alloh taolo birodarlarga sabr qadar qilsin dedim. O'sha paytda xullas shom vaqtiga yetib borgan bo'lsam, shundan keyin charchagandim, men motorda yurib charchagandim, mototsiklda yurib charchagandan sababli ertaga kirib Xandak deyiladi. Xandakka kirib biroz dam oldik, gaplashib o'tirdik. O'sha unaqa kech payt ancha tun bo'lib qolgandi. Birinchi raqamda erpijin ovozini eshitdik, qozifa deyiladi, shu ovozni eshitdik. Uzoqdan biz keldik, birodarlar baqiryapti. Keyin Yusuf birodarim chiqdi-da, chiqdi, aytdim, Muhammad Yusuf tez chiqdi dedi.
nima bo'lyapti ekan deb shuni chiqsam, haqiqatan kofirlar biz turgan tepalikka orqamizdan kelib chiqib olgan ekan. Xo'la chiqib olgan ekan. O'sha paytda aytdim Abduval degan birodarimga, qani meni branjetim bilan avtomatlarim qani desam, ular robotda edi dedi. Borib olib keling desam, aka yo'lni qiyin dedi. Chunki haqiqatan biz yuradigan yo'lga tanka qo'yib olganda, o'tgan yo'lda. Biramalab borib haqiqatan olib keldim. Birinchi o'qotganda orada farq bo'ladi. 3-4 ya'ni agarda yangi qanaqa tanklar bo'lsa 4 minutdan past bo'ladi, lekin eski tanklar bo'lsa 3-4 minutga almashtirgancha ketib qoladi vaqt. Yugurib borib olib kelib oldim. Olib kelib oldim, xullas tepada turgandim. Handak endi yer tagida handak bo'ladi. Shu turdim. Xullas yonimda Sayfulloh va bu tarafda esa ya'ni mujohidlar, Abduvallar, yana birodarlar turgandi. Xullas nima bo'lganini bilmadim. Sayfullohga aytdim, "Sayfulloh qarab turing" dedim. Tepolizor deyiladi. Ya'ni haroriyda qarab turing siz dedim. Men shuni sochlarimni yig'ib olay, sochim uzun edi. Shuni sochlarimni yig'ib olay dedim, branjetlarni kiyib dedim. Bo'ldi aka dedi. Shuni chiqdi-da, shu paytda bilmayman nima bo'lib qoldi. Ya'ni set uchib qoldi. Ya'ni o'ylayapmanki, hozir bo'ldi, shahodat keldi menga dedim. Chunki mana bu yerdan ta'sirni his qilmasdim umuman. Kalima aytaman, lekin chiqmaydi, havo chiqmaydi. Bir amalab gapiraman deyman yo bir baqiraman deb chiqmayapti. Dunyo hamma joy, ya'ni atrofim zim-zim ustanib qolgan. Va birozdan keyin shunday ovoz kim bor degan eshitdi. Men shu paytda o'zida baqirdim, men borman deb. Keyin bitta birodarim kelib turib, shunday qo'lni ushlab turib, "Turing Muhammad Yusuf" dedi. "Nima bo'ldi?" desam, "Samolyot turib qo'ydi biz turgan joyda." Ya'ni biz bilan turgan vaqtni masofani juda yaqin joyda urib qo'ygan ekan. Subhanalloh, Allohning qadri ekan. Sayfullohga chiqib turing degan joyimda, ya'ni 1 minutga ham bormagan, 30 sekundga bormagan. O'sha joyda men edim asli. Sayfulloh shahid bo'ldi, men yaralanib qoldim. Abduvali Alloh naqsi shahodatni qabul qilsin. U ham shahid bo'ldi, yana bilan mujohid birodarim shahid bo'ldi. 4 ta birodar shahid bo'lib turib, uchala 3 ta unaqa, ya'ni 2 kishi og'ir zaxmin, 1 kishi yengil zaxmin bo'lib qoldik. Yaralanib qoldik. Meni gala qilib, quloqlarim pardalar yiqilib ketgan, ko'zlarimdan qon oqib ketgan. Ya'ni atrofimizdagi holat juda bir og'ir narsa. Chunki katta bir snaryad biz oldimizga tushgandi. Xullas, qo'mondonlardan gap keldi, qayerda nima bo'ldisa, shu birodar shahid ketsa, qo'mondonlardan xullas buyruq keldi, qaytib chiqinglar degan. Sizlarga moshina jo'natyapmiz, qaytib chiqinglar degan. Ketdi birinchi birodarni Abdutariqda, ya'ni Yusuf birodarimni oyog'idan va yuzlari qo'naq kuyib ketgan sabablidan uni ko'tarib chiqishdi birodarlar. Men esa ko'zim ko'rmay qolgan paytda orqada, eng orqada men edim. O'shada chiqish boshlandi, chiqib ketish boshlandi. Eng yuqorisi chiqqan sababli samolyot aylanib kelib turib, yana o'sha joyda urdi. Ikkinchi marta yana samolyotni men yedim zarbasidan. Xullas, tepalikda unaqa bo'ladi, vodiy deyiladi, chuqurlik bo'ladi. Shu yoqqa tushib ketdim. Tushib ketdim, o'sha yerda yurib ovozlar eshitib, men aytdim, baqirdim, "Ey" dedim, "Men qolib ketdim" dedim. Bir amallab chiqdim. Ya'ni qiyin bo'lsa ham chiqib oldim. Ketayotgan paytimda uje charchadim, uje anaqa holim qolmagan. Ya'ni 85% men o'lgan edimda. Yo'l ko'rmayman, quloqim eshitmaydi. Ya'ni og'riqlar bir amalab chiqib olib, uyga bordim, mana uyga, shu biz turgan tepakda orqasida qishloq bor, shu uyga bordim. Biz birodalar kutib turdim, kelsa men ular bilan chiqib ketaman dedim. Va inshaalloh shuna qilib orqaga o'tdim. Birodalar kutdim. Ya'ni qiyin masala edi. Inshaalloh buni davomini keyingi videolarda qo'yaman. Biz bilan birga bo'linglar inshaalloh. Tarqatinglar. Ya'ni ko'p odam mendan so'ragan uchun shu narsani qo'yapman. Hozir oldinda bir eng yaxshi sizlar uchun hikmatli bo'lgan bir naqa borda. Voqea bor. O'shaning sizlarga ilinaman inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin inshaalloh.